Shuning uchun ham birinchidan siz buxgalter oddiy uyga kelib ham dam ola olmaysiz, uxlolmaysiz. Bu siz sog'lig'ingizga ham ta'sir qiladi. Hamma narsaga siz o'lchab turib, chunki kelasiz o'ylaysiz. Demak, rahbar. Siz bu korxonaning rahbariyati qanaqa? Bu korxonaning missiyasi qanaqa? Shuning uchun ham men tavsiya qilaman hamma buxgalterga o'zingizni hujjatlarga birinchi bo'lib kim qo'l qo'yadi? Siz bular bilan o'sasizmi? O'sha korxonani tanlayapsizmi? E'tibor bering. Bu joyingizda qolib ketasizmi? Korxona bilan ishlaydigan bo'lsangiz, ahamiyat beringlar. Bu korxonani siz ikkinchi javobgar shaxssiz. Kelajagi qanaqa? Mana siz o'zingizni tinchligingizni, bu rahbarlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, ertaga o'zingizni hayotingizga xavf yo'qmi? Birinchi javobgar shaxs rahbar. Ikkinchi kim qo'l qo'yadi? O'zingizni buxgalter. Ikkita imzo bor. Shuning uchun ham har doim esda tuting, karyerangizni qurishingiz kerak. Xotirjamligingizni, hamma narsani o'lchab turib, keyin qaror qabul qilishingiz kerak bo'ladi. O'zingizni bilimingizni faqat oilangiz uchun bo'lishi kerak emas. Hamma narsani o'lchab turib, keyin qaror qabul qilishingiz kerak bo'ladi.